Bugun ham oddiygina masalliqlardan gaz pech kerak bo'lmaydigan tort qilamiz. Video boshida ko'rgan shirinlikni tayyorlash uchun Shuhrat chorrahasiga Antausga keldim, chunki bilaman, meni shirinligim uchun bu yerda barcha masalliqlar topiladi. Ketdik. Bizga mana shunaqa shokoladli pechenye kerak bo'ladi. Bizga bittagina tuxum kerak, lekin bitta tuxum sotishmaydi. Shuning uchun 10 ta olamiz. Bizga shakar ham kerak bo'lar ekan. Navbatdagi mahsulot bu albatta un. Kukuruz kraxmali ham kerak. Krem uchun sut olamiz. Bizga 50 gram sariyog' kerak va bitta shokolad kerak bo'ladi. Shokoladli shirinlik bo'ladi. Ishni tuxum bilan shakarni aralashtirishdan boshlaymiz. So'ng un, kukuruz kraxmali va sut qo'yib bir xil massa bo'lguncha aralashtirib, so'ng gazga qo'yamiz. Tagiga olmaslik uchun doimiy ravishda aralashtiramiz. Qo'yilgandan so'ng sariyog' solib, gazdan olib tortimizni yasashga o'tamiz. Videodagidek pechenye krem va pechenye krem qilib tortimizni yasab olamiz. So'ng ganash tayyorlagunga qadar xolodilnikka olib qo'yamiz. Erigan shokoladga yog' aralashtirib, tortni ustiga quyamiz va bir necha daqiqaga xolodilnikka olib qo'yamiz. Tez tayyor bo'ladigan juda ham mazali, yoqimli tamga ega bo'lgan tortimiz tayyor. O'zimiz ham yeymiz, yerliklarga ham uzatamiz.